Afsus, oramizda ba'zi insonlar bor, birovlarning hayotiga aralashib, ozor berishni, doim kimlarnidir muhokama qilishni o'zlariga kasb qilib olishgan. O'zlari sezmagan holda bundan lazzat oladilar. Afsuski, bor shunaqalar. Kimnidir hech yo'g'i uchirma gapi bilan chaqib olsa-da, mazza qiladi. Bundaylardan umuman xafa bo'lmang, kurashmang. Aksincha, rahmingiz kelsin, chunki bu baxtsiz insonning ishida. Baxtli inson hamma joyda yaxshilik ko'radi, ko'zlari quvnab, mehr ulashadi, birovga ozor bermaydi, o'zgalar hayotiga aralashmaydi, chunki uni bunga umuman vaqti yo'q. U o'zi bilan o'zi ovora. U qo'lidan kelsa yaxshilik qiladi, kelmasa yomonlik ham qilmaydi. Idishni ichidan u nima bilan to'lib turgan bo'lsa, shu narsa to'kiladi. Uni ichida balchiq bo'lsa, undan jirkanch balchiq to'kiladi. Suv bo'lsa, malhamday pokiza suv tushadi undan. Shuning uchun baxtli bo'ling. Baxtsiz insonlardan xafa bo'lmang. Aksincha, qanday bo'lish kerak emasligini o'rganing. Yomonga agar siz ham yomonlik qaytarsangiz, sizni unda nima farqingiz qoladi? Toki siz e'tiborsizlikni, xafa bo'lmaslikni tanlar ekansiz, qarabsizki, u sizni na kayfiyatingizga, na hissiyotingizga ta'sir kuchini o'tkaza olmagandan keyin nima qiladi? O'ziga boshqa o'lja qidirib ketadi.